Oyim qilgan bandi xalat kiyyapsiz, tentakmisiz? Usulda bir narsa bo'lganmi? Yo kapangadomi sizlar? Nima qilsa oyim qilgan narsalar. O'zingni. Kelmadimi farosating? Voy, Xitoyga zakaz bergan ekan, yaqinda kelib qoladi, xavotir olmang. Kelin, nima qilay, yechaymi? Aytgan endi satqaysar. O'ldim. Sizlar toza tentak ekansizlar-ku. Nega oyim qilgan choynak pochta ishlatyapsizlar? Tur o'rningdan. Tur o'rningdan. Sen choynak po'shinga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Inayniga boramiz. Tur. Rostdan ham remontlar bilan ekan. Oyim bergan vagimalarni olib kelaylik. O'chir ovozingni. Onang bergan bitta cho'pan bu uyga kirmaydi. Shu uchun bu uyni sotib oldim. Pam pam. Kuyov yangi uyga yangi gilam olib keldim. Gilam bilan kerak emas. Agar mana shu gilam mana shu uyga solinsa, butun umr minnat qilib o'tadi mana u. Oyi, parasot olib kelmadingizmi? O'shanga kuyovingiz kayfiyati yo'q. Voy, izlamagan joyim qolmadi qizim. Parasat qolmabdi. Buni onasida ham farosat yo'q-ku. Boring, parasot toping. Qayerdan topadi hozir? Kech bo'ldi.